Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun mana shunaqa geometrik misol kelgan ekan. Buni birgalikda ishlab ko'ramiz. Xo'p, endi kvadrat berilgan, kvadrat 4 ta yuzaga bo'lingan va ularning 3 tasi ma'lum, 4-inchisi noma'lum. Buni qanday topamiz? Xo'p, endi mana bu tomonning o'rtalari, bu tomonning o'rtalari hamma joyi teng bo'lingan. Xo'p, endi bu yuzaga kirishimizdan oldin bitta narsani aniqlab olishimiz kerak. Xo'p, uchburchakning yuzasi qanaqa topiladi? Xo'p, uchburchakni topish uchun ikkita narsasi kerak bo'ladi. Bu uning asosi A deb belgilasak, uning balandligi, shu asosga tushirgan balandlik h va s yuza barobar A ko'paytirilgan h taqsim 2. Bu shu formulani bilsak yetadi. Bu uchburchakning asosi mana A, uning balandligi esa bu asosga tushmaydi-da, tashqariga tushadi. Mana asosidagi tushirilgan balandlik. Mana bu h. Demak, bu uchburchagimizning yuzasi s barobar A ko'paytirilgan h taqsim 2. Bu balandlik tashqariga tushadi, bu balandlik esa uchburchak asosiga tushadi. Farqi shunda. Shunaqa bo'lsak bo'larmikan? Xo'p, endi bunaqa ikki uchburchak ajratsak, xo'p, bizga nimalar yordam beradi? Xo'p, mayli bu to'g'riburchak uchburchak, lekin mana bu uchburchak qanaqaligini bilmaymiz. Uni hech qanday menimcha ishimiz qiyinlashaveradi. Bundan foyda yo'q. Demak, bunaqa tartibda bo'lamiz. Mana qizil parketda bo'laman. Xo'p. Tartibda bo'lamiz. Uchburchak. Bu uchburchak e'tiborni qaratamiz. Bu uchburchak asosi A, mana A, balandligi esa h. Mana balandlik h. To'g'rimi? Va buning yuzasi s barobar A ko'paytirilgan h taqsim 2. Endi e'tiborni xuddi yonidagi qo'shni bu uchburchakka qaratamiz. Bu uchburchakning asosi A ga teng. Chunki bu A bo'lsa, bu ham A ga teng bo'ladi. Endi bu uchburchakning balandligi qani? To'g'ri topdingizlar. Mana bu, ya'ni h balandlik bu uchburchak uchun ham, bu uchburchak uchun ham umumiy. Endi buning yuzasi ham s barobar A ko'paytirilgan h taqsim 2. Ikkita s bir xil ekan. Demak, mana bu uchburchak bilan bu uchburchak ikkalasi teng ekan. Xo'p, endi bu ikkalasini biz A harfi bilan belgilaymiz yuzasini. Bu tomonni asosini A deb belgilash kerak emas. Endi bizga yuzalar bilan ishlaymiz. Bu A, bu taraf ham A deb belgilab olamiz. Endi yana e'tiboringizni mana bu uchburchaklarga qarataman. Bu uchburchakning balandligi h, mana h. Asosi mayli B deb belgilab olaylik, farqi yo'q. Bu ham B ga teng bo'ladi, chunki teng o'rtasi. Xo'p, bu uchburchak uchun ham, mana bu uchburchak uchun ham balandlik h ga teng. Demak, buning yuzalari ham s barobar B ko'paytirilgan h taqsim 2. Bu uchburchak yuzasi ham s barobar B ko'paytirilgan h taqsim 2. Demak, mana bu uchburchaklar ham teng ekan. Shuning uchun buni ham B harfi bilan belgilab olamiz. Mana B, mana bu taraf ham B ga teng. Mana B ga teng. A, B. Mana bu tepadagi ikkita uchburchak ham bular teng bo'ladi, o'zaro teng. O'sha uchun buni ham C harfi bilan belgilab olamiz. Xo'p, ana endi bu o'ng tarafdagi ikkita uchburchak ham teng bo'ladi, buni D harfi bilan belgilab olamiz. D harfi bilan belgilab olamiz. Xo'p, ana endi bizda nimalar bor? A plus B plus C plus D. Xo'p, A, B bizga 20. C, D yig'indisi esa nechaga teng? 28 ga teng. Xo'p, demak bizda A plus B plus C plus D 48 ga teng ekan. Ana endi BC bor bizda. BC ning yig'indisi 32 ga teng. Mana bu ikkalasi yig'indisi 32 ga teng bo'lsa, demak o'rniga qo'yamiz. 32 qo'shilgan D teng 48. Xo'p, endi 32 ni bu tarafga tenglamaning o'ng tarafiga o'tkazib olamiz. A plus D teng 48 minus 32. Xo'p, A plus D barobar necha bo'ladi? 16. Xo'p, ana endi bizda A plus D so'ragan va buni topdik. 16 ekan. 16. Xo'p, masalaga yechim topdik. Kimda qanaqa qo'shimcha savollar bo'lsa, izohlarda kutamiz. Kanalga obuna bo'ling. Bundan ham qiziqroq misol masalalar hali oldinda. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'linglar.